Assalomu alaykum hammaga. Biza navbatdagi ko'mir kotelotdan xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz polni plastik trubadan atabliniya bo'lgan ekan, to'qli kotel o'rnatgan ekanlar. Biz yana aytgan ishimiz inishini kotelimizni qo'yib berib, ustanovga etib berdik. UPS'larni ham qo'yib, UPS'larni indazi elektriki kelib, ina beri akkuratniyatib o'rnatadi ekanlar. To'q prodalari yetmadi. Bu xonadonimizda hamma vajı o'zlarimizdan bo'ldi. Uyni egasi hech vajı olmadi. Yine buni akşam geçte ulab berib ketdik. Akşam geçte bir xalta kömür saldık dedi. Bir xalta kömürü akşam geçte degende saat 6'larda sağanlar. Şimdi bir xalta kömür neçe kiloligini onu ölçüp görmedim. Yine bir xalta kömürden içinde qolgani belki 30 kiloda, belki 40 kiloda bir xalta kömürü. Yine xudo xolasa içinde qolgani, hali bu bilan ham kechacha yonib beradi. Shunda o'rtacha bir sutka bir xalta kömür bilan yonib turibdi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlar nomerlariga bog'lanaverasizlar. Yine xudo xolasa bu yerimiz ham akşamgacha yoqib topshirdik. Yine bugün yine bir akkumulyatorni kichkinasidan netgan ekan, ullasundan boshidan ekib o'rnatib berdik. Şunu bilan bu uyda ishlarimiz ham o'z yakununa yetdi. Bu xonadonimizda yine şu hamma xizmatlarimiz bu yerda 18,5 million bo'ldi. Kotelimizni o'zi 500 kvadratlik 12,5 million so'm. Boshqa ina bu akkumulyator, ina bu nasos pasiz ishandagi etgan ishlarimiz bilan hammasi 18,5 million so'm bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.